xatoliklaring qanaqa? Boyliklaring bor-ku, shu ota bobodan kelayotgan o'zbek xalqi boy-ku, aslida hamma ham boysizlar. Buni tan olish kerak. O'sha boylikni begona odamga qolmasin deb, xolani qizini, ammani qizini, mana shunaqa qarindoshlardan olaverasizlar-da, shu boyligi shunga qolsin deb. Buni tegida ham niyat yaxshi emas-da. Mana shundan keyin nogiron bolalar tug'iladi, qon buziladi-ku. Bu meditsina tarafdan bu yaxshi emas. Begona odamni olish kerak. 7 qir nariyog'idan bir tanimaydigan birovni olib kelavering. Qolsa qopdi-da. Sizga navaralar tug'ib beradi-ku, mayli begona bo'lsin. Tojikistondan keladimi, Qozog'istondan keladimi u o'zbekingiz, keliningiz. Zato sizni keliningiz-ku. Как будто ammani qizini yo xolani qizini olsangiz, u rosa yaxshi-da. O'zim bitta narsa maslahat beraymi? Kim bilan dushman bo'lging kelsa, o'shani qizini ol yoki qizingni ber. Bu meni o'zim hayotdan kelib chiqib chiqargan bu nima? Qonunim. Rosa yaxshi bo'ladi. Bir xil bilasizmi, podruchkalar bo'ladi-yu. Necha yil ikkalasi do'st bo'lib yuradi-da. Kel xudo bo'lamiz. Davay, qizing bormi? Bor. Meni o'g'lim, davay. Ikkalasi gurkiratib turib, mana shunday to'ylarni qiladi, zo'r bo'ladi. 1 yildan keyin agar borsa 1 yilga it mushuv bo'ladi. Bekor ber. Shu ikkita qiz bilan bolani uylantirasiz, dushman bo'lasiz. Lutchi oldindan borku, kim bilan dushman bo'lgis kelyapti? O'shani qizini oling. Kim bilan dushman bo'lgis kelyapti? O'shanga qizingizni bering. Bo'ldi, baribir dushman bo'lasiz. Xolani, ammani qizini olasizda keyin it mushuv bo'lib o'tirasiz. Bilganimni olib bermasdim. Ko'ryapmizku mana aynaramizda hammasini. Bu noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Niyat yaxshi emas. Boyligim shu qolib ketmasin begona odamga. Deysiz, o'g'lingiz yaxshi ko'radi kimnidir. O'zi toshkentlik, masalan, bir Surxondaryoda kimnidir yaxshi ko'rib qoldi. 7 yot begona olib bermaysizlar.